Ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati mahalliy hokimiyat vakillar organlari faoliyatini kengaytirishga ko'maklashuvchi komissiyaning joriy yil 11 avgustdagi eng namunali mahalliy kengash tanlovini tashkil etish to'g'risida qabul qilingan qarorga muvofiq o'tkazilayotgan seminarlar joylarda davom etmoqda. Viloyatimizning Do'stlik tumanida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Dastlab fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari hisobidan ochiq byudjet axborot portali orqali g'olib bo'lgan takliflar uchun ajratilgan mablag'lar sarflanishi hamda bu borada amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari, Do'stlik tumani kengashi, mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raislarining axborotlari tinglandi. Hisobotlarda qayd etilganidek, mamlakatimizda o'tkazib kelinayotgan tashabbusli byudjet loyihalarida tuman aholisi ham faol ishtirok etib, joriy yilning 1 va 2 mavsumlarida jami 30 ta loyiha g'olib deb topilgan. Natijada 12 ta maktab, 8 ta bog'cha, 2 ta tibbiyot muassasasi va bitta axborot kutubxona markazini ta'mirlash va jihozlash, 3 ta mahallaning 2,8 kilometr qismini asfaltlash, 3 ta ko'chaga 36 dona yangi tungi yoritish chiroqlari hamda 124 dona tungi yoritish chiroqlariga quyosh panellarini o'rnatish singari qator loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Deputatlarimiz tomonidan o'tgan safargi sessiya yig'ilishlarida albatta xalqimiz farovonligini yanada yaxshilash uchun ovozga qo'yilgan tashabbusli byudjetda ishtirok etishi mumkin bo'lgan tashkilotlardagi holatlar o'rganib chiqildi. Bugun tashabbusli byudjetda yutib olingan o'sha tizimdagi mablag'larning birinchi mavsumda 9 milliarddan, ikkinchi mavsumda 6 milliarddan ortiq mablag'larning maqsadli va maqsadsiz ishlatilganlik holatlari deputatlarimiz tomonidan tahlil qilib chiqildi. Tahlil jarayonlari shuni ko'rsatdiki, albatta bugungi kunda o'sha tashabbusli byudjetga qo'yilgan barcha yo'nalishdagi tizimli holat haqli tarzda qo'yilganligi va yutib olingan ushbu mablag'lar o'z o'rnida maqsadli ishlatilayotganliklarini ko'rsatdi. Xalq deputatlari Do'stlik tuman kengashining doimiy komissiya yig'ilishida ishtirok etdik. Hisobot beruvchilar tomonidan Open byudjetning 1-2 mavsum bo'yicha qilingan ishlar va mazkur yo'nalish bo'yicha ajratilgan mablag'larni oqilona sarflanganligi va ushbu yo'nalishda qilayotgan ishlar to'g'risida mas'ullarning hisoboti eshitildi. Tuman kengashi deputatlari va faollar ishtirokida turli savollar bo'ldi. Mazkur savol-javoblar munozaralar bo'ldi. Mana shu hisobot yuzasidan ushbu yo'nalishda amalga oshirish ishlarini joyiga chiqib borib o'rganamiz. Tadbir davomida ishtirokchilar tumandagi G'afur G'ulom va Chinobod mahallalaridagi mavjud ko'p qavatli uylarni kuz qish mavsumiga tayyorlash hamda yashil makon doirasida amalga oshirilgan ishlarni yaqindan o'rganishdi. Shuningdek, fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari hisobidan ochiq byudjet loyihalari doirasida barpo etilgan kutubxona, axborot texnologiyalari markazi hamda musiqa va san'at maktabidagi ovoz yozish studiyalari ham seminar qatnashchilarining diqqat markazida bo'ldi. Ma'lumot uchun, mazkur seminarlarni viloyatning qolgan tumanlarida ham o'tkazish reja qilingan.